İlan. Vay. Men dinleyeceğim. Ha, bayağı kolum rolduydu. Şuna. Kanda bir iş var mı de? İş bulması sen babamda. Ay, yaqa izdisiniz buldu. Şu bir iş buldu mu ki deyman go? Ciddileşip ketkeniniz qarang. Unda işte әдіргі жығынның вақти өйгінгі сүрілген, шонсыз әді дәмемелің деп шон телефon қаған. Ha, buldu. Düşendim. Rahmet ha. Әй, мені қахвайы тәкіп қылдыған үшін ұнтып қалмаң ә? Buldu, unutup kalmadım. Çatak yok. Maqul. Makul, hoş. Xo'sh. Bana. Ha, ben hizmet işke. Qahva qancha ichida bo'ldinglar? Vay. Buldu kılına munda kıl dep koygan gap ko o. Ayollarning tuyg'usi to'g'ri chiqdi Nijat. Menimcha bu bunday oddiy ish emas. Acaba bana işenmemsiz? Bilmayman. Bilmeyim ha? Ha? Ayolingizni qilgan men qilmayman deyalamsiz? Ben onu nima qiptim ha? Meni tepib, ayolingizni voz kechgandek, ertagun o qahva xuma qizni tepib, men tosh yetamdiki deyman ha? Lan qarang. Bu ikisi başka iş. Bu ikisini bir yerga kelib meni tanqislik qo'ymisangiz olmamdi. Baya ya jinsdan telefon qabul qilgan men emas, siz Nijat. Men hech nimani xato qilmadim. Bunda ochiqlanishning zaruriyati yo'q deyman. Vay. Ha, u muncha kirib ketgan. Ma'qul bo'ldi. Hay. Siz damog'ingiz bilan men ishlayman, mayli. Üçüncü şahıs, üç türlü bilindi. Aktif, pasif. Üçüncüsü yok. İkincisi, ancha xatarlik emas. Çünkü bular o'ziniki üçüncü şahıs keligini uqmaydi. Qarshi tarafdan oyisi bosh keligini tiximi uqmaydi. Lekin ular tuyuqsiz qarshi tarafninki oyisi bosh keligini uqib qolsa bu munosabatdan voz kechadi. Ma'lum nuqtada aytgan chog'da ular ziyonkashlik uchurg'ichi. Afsus, sizning duch kelgan masalangiz aktiv üçüncü şahıs o'xshaydi. Unaqa bo'lsa, aktiv üçüncü şahıs qanaq bo'ldi? Aktiv üçüncü şahıs ular qarshi tarafning oilasining bosh keligini bilib turib aralashadi. Ular bu uchburchak muhabbatning g'idiqlashidan huzur oladi. Ular hargizmi yachinasi yaxshi ko'rmaydi. Aksicha faqat o'zini ham yaxshi ko'rdi. Bu qanaq gap? Amaliyotda aktiv üçüncü şahslar yachinasini yaxshi ko'rish ideyasi olmaydi. Ular faqat ayollarni yangish istikili bo'ldi. Buni biz ko'rinmas dushmanni yangish istiki deymiz. Gerçi ular sizni ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, lekin yo'ldoshingizni sizni tortish orqali ustunlikka erishmoqchi. Chunki ko'pincha üçüncü shaxslarda o'zini kamsitish ideyasi bo'ldi. Ular boshqa bir ayolning erini o'ziga qaratilish orqali g'alabaga erishgandek bo'ldi.
Lekin qisqarliq yeri yo'lishingiz sizni ayrilib, onun bilan to'y qilmaydigan chaqda ular bunun qo'shilmaydi. Chunki ular keriki siz yo'ldashingiz ham o'ziniki 3 kishilik usuli. Hargizmi yo'ldashingiz bilan yolg'iz o'ynaydigan tons emas. Demakchi bo'lganimiz aktiv uchinchi shaxslarning psixikasi benormal bo'ldi ekanda. Shunday sakin bo'ldi. Ularda ish olmagan chaqda o'zining kamsitish kesili bor. Bu to'g'riliq chiq so'zlab sizning beshingizdan og'ritqim yo'q. Bir ishni hal qilish uchun uning yiltizini tepish kerak. Navbatda sizning masalangizni o'tirib qo'ydik. Uni qanday hal qilish to'g'ri o'ylasak bo'ldi. Balki meningki yordamsiz bu masalani o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Balamga ichim og'riydi shu. Esingizda bo'lsin. Sizning psixikangizda masala yo'q. Aksicha uning benormal. Albatta, bu bir faraz. Shunlashqa o'zingizdan gumonlanmang. Men bu gaplarni sizga psixika maslahatchi salohiyatida emas, do'stlar orasida da'vatman. Shunlashqa siz uni bilan bahslashman, uni o'chalman demang. Buning hech qanday zaruriyati yo'q. Chunki men agar xatolashmasam, sizning yo'ldoshingiz yana ham sizning yaningizga qaytib keldi. Shunlashqa siz o'zingizni ishda qilayvering. Agar o'zingizni kuchlantirsangiz, ham yaxshi. Yaqinda ishqirning bir ko'z ajrash mahsulotiga vakolatchi bo'lgandim. O'ylamagan yerdan xeyli yaxshi meng'avatdi. Mushni kengaytib boqaymikin deyapman. Yaxshi o'ylabsiz. Odatda psixik tamponsizlik, jismoniy kasalliklarning hammasi bir ishni qaytar qilib qilgan chaqda yaxshi bo'lib ketadi. Shunlashqa siz oldingizga qarab mangaylaring. Men sizga telefon qilib turaman. Rahmat sizga. Nima ishsiz? Bo'ldi, hech nima ishmay. Qahvaga maraqdingizmi? Men nimaga degansiz? O'zingiz bilasiz. Nimani? Qaysi kun kech Nijat telefon qilsam xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Men Nijat haqiqatan qoyil. U bek iqtidor. Qo'lingda jirariq turishingizni umid qilaman. Biz birga xizmat qilamiz. Uning bilan paranglashmasligim mumkin emas. Lekin siz xotirjam bo'ling. Men oiz bor kishilarga yaqin kelib oldigan unda 100 qilin topshaqlardan emas. Qanday arliq saqlashni obdan bilaman. Bilsangiz yaxshi. Yenge, biz bunda paranglashmaylik chunki ikkimiz o'tirib buncha qilib ketgandek hech qanday ish yo'q bulamda. Boshdan oxir mushtaq bo'lishini umid qilaman. Albatta shunday bo'ldi. Bolachi, balni kelmabsiz-ku. Nijat qarab qoldimi? Bizda baliq bo'lmadi. Unda emas-ku, balonlar bor-ku. Men Nijatning ishxonasida balning rasmini ko'rgan. Acaba siz men jiq o'ylamayotgandimmi? O'yingiz to'g'ri. Men uni bo'lg'usi ayoli. Nima kulsiz? Kulgidek sho'g'ash kuldim. Kulgidek nima ish bo'ldi? Acaba xalqning oilasini buzib, bu yer meni chaqirtmoq dars so'zliginingizning o'zi kulkilik ish emasmi? Siz hozir qadamlarga hayronman. Inoat kartasiga pulni qaytaramayotgan birlari, xeyli puldor kishilarga qandoq pul tepish, qandoq iqtisod boshqarish to'g'risida dars so'zlab ketadi ekan. Ishki dunyosi qop-qorong'u, adab axloqdan eg'iz oshqin bo'lmaydigan kishilar, fazilatli kishilarga adab axloq to'g'risida dars so'zlab ketadi ekan. Eng kulkili yeri shuki, xalqning oilasini buzib, xalqning erini o'zi qartib olgan birisi, pirs bilan yashayotgan birisiga xalqning eridan jiroqdir deb tukurkin chachirtadi ekan. Endi degan qizqarliq-a? Ular aslida ajrashmoqchi. Ajrashmoqchi, lekin ajrashmagandu. Demak, ajrashmaganki, u yana xalqning eri. Xalqning turmushida oningizning aqvami. Bek tekkingiz kep ketsa, qisib o'tirib, xalq ajrashgandan keyin tegmamsiz. Nima qishmoyan tatlab xalqning turmushini buzsiz? Siz bu ishlar siz o'ylagandek unda emas. Emas qandoq? Xalqning turmushini buzib, bu yerda meni chaqirib, menga dars so'zlab, emas qandoq? Meni o'zingizga o'xshatmang. Men sizga o'xshamayman. Men ichkari o'lkalarda, chet ellarda o'qigan. Mijozim uchiq yo'rg'iroq. Lekin unda 100 qilin topshaqlardan emas. Men bu yerda dars so'zimizsizmi, qanday qilishni undan bilmayman. Avval o'zingizni bir boshqaring. To'xtang, gapim to'xtagmidi. Deyishkidek nimish bor? Men aldirayman. Endi meni izdigicha olmang. Endi siz uni jiroq turing. Bo'lmasa hargiz yuz xatir qilmayman.
Voy, qanday yaxshimi kela. Ha, kira. Yuqorida. Bunlar oğlum. Yaxshi, Kira otur. Qilmay biladim. Allah. Qo'l qo'yapqa. Voy, bu necha kun ko'msak o'zgarishlar bek cho'ng'u. Qanday desam bo'lacham. Nima bu necha kunlarla yaxshi xizmat pul ketib oldiysan. Men shu izchil tirishib, shu mevani bugun erishdim. Voy, men sana ishonmay afkam, sening zot bir yoshirin chiqayotganligingni bilardim. Akam sana shundami? Hara sacham. Mushkullardan bir yaqasini bek avar qilib qo'ydim. Bu mumkin pul. Azg'in olganimdan ko'nglim. Rahmat ufkam. Men ağacağa pul lazım bo'lganlar makabsa emasmi? To'xtam. O'tkir. Men sana ishonma afkam, sen haqiqatan aqlli bir bola. Sen tirishsanglamchi qara, yaramliq bir odam bo'la olaysan. Lekin men ishmon sal tez bo'lib ketgandek tuyulyapti juma. Voy, hozir dedi-ku, sizlardan yoshirin bir ish qilyaptim-da. Shu nima shu o'z dapaqmisiz-mi? Buni desam bo'lar buni. Sen bir qonunsiz chiqyapmisiz? Yo'q. Bu yerda cho'qim bir gap bor. Qama. Yo'q, u mu yo'q? Qima o'ynatmagansan? Yo'q. Qonunsiz mablag' yig'ilgan ishlar aralashib qolmasa, U mumkinmi aka? Voy, ems demamiz qanday topding? Deymi? Demaydigan temaslar. Voy, degina. degina to'g'ri yo'l bilan topgan bo'lsang, nima ish qilish bo'lsa, degina. Bu pulni men topmagan edim. To'g'ri aldamchilik bilan shug'ullangan Yo'q. Voy, emsa? Bu pulni mening muhabbatim qiz do'stim bergan. Oh, voy, endi yurkim joyiga tushdi, xotirjam bo'ldim. Xotirjam bo'ldim. Ha? Qonunsiz ish qilmabdi, qiz do'sti berib turgan-a? Hey, bu qizmonning pulni o'g'aval xajlagan nadi bor deyman. Oy, siz nada qoldingiz? O'g'aval qizalning pulini xajlisi nima bo'pti? Ha, madadam. Bu ishlarga bizning o'ylar mamnunlashmayotdi. Voy, umi bo'p qola. Rahmat ukam. Azmat aka, sap qo'ygan. Men yana keldim. Ey, o qiz do'sting nim tijorat qiladi? Aka, u so'ylagandek yoki aldamchi, yoki bir nimacha emas. U bir tijoratchi. Men unga yordamlashmayapman ham asta yetishmay qoldim. Sizlar bu jihatni ansirmang. Shu nim tijorat qiladi? Voy, nimda so'chdek so'raversiz xijil qilib. Va kechib ketdingizlar, armonlar levranglar. Men uyga qaytay. Voy, ma'amsa Ya ukam. birdan o'tiribman. Men qaytay. Voy, tomoq yeb ma'amsa-chu. Bo'ldi, men qaytay. Qaytib ishini qilay. Sizlar armonlar levrang. Ma'qul. Ma'qul. Yo'lni diqqat qilamsa? Ma'qul. Ma'qulam sen qo'sha? Ha, qo'sh. Ukam bergan. Vay. Hanjatla uyda turib suzib qolganda kelalasizmi? Ha, bo'pti, zambiron qiling. Vay. Hey Rana, yaxshimisiz? Ha, Adil, qanaqangiz yaxshimi? Voy, bu kompyuterni yastirib jutdingizmi? Ya, unda emas, shu sal aldirashib qoldim. Ha, shu sizni aldirashib qolsa deb, mahalingizga o'zimni keldim-ku, tushalamsiz? Ma'lumda? Siz ma'lum qanday bilsiz? Mahalingizni men bilmagan bilan bildiganlardan so'rab keldim-da. Tushalamsiz? Tushsam bu yaxshi bo'ldi, lekin tushsam. Afsuski. Ha, uyda biroz pamda? Ya, unda emas, unda sen xato tushaman. Shuni uyda turib suzib qolganda. Ha, unda boshqa lapani itvasangiz suv to'xtaydi-ku. Boshqa lapa? Boshqa lapanchi qarang, odatda ko'pincha uylarning tozliq o'ydi bo'ldi.
To'xtang bo'lmasa, uyingizdagi ambu kulash deydigan narsalar bormi? Yo'da qilganki. Unda to'xtang, mana chiqib o'xshab bir qaysi binoda? 4-chi bino, 4-chi zal, 4-chi. Bo'ldi, men hozir chiqay, ya. Bu xo'sh. Qanday qilamiz? Nima turba? Olibdi. Mulchilar qilsam bilgan bo'lsam kostyum kiyib nemish qilardim-a. De. Oy, rahmat. Oxir sizning qo'lingizdan choy ichadigan fursat kelibdi-da, ha? Qotdimiki, chiqilib uy ishlarchi. Hamma qilayli. Men bu uzun o'tlasam da yaxshi olmaydi. Men bu qaytay. Va turbunichi bir kun vaqt chiqarib to'liq bir o'ng'ish o'tay. Bu sizni yana xafa qildi. Nima? Ma'qul. Ras. Iymon qilg'achni unutqamadingmi? Chadaq yo'q, cho'qqim yaxshi rahmat aytaman. Ma'qulmiz, men qaytdim. Ma'qul, yaxshi ramila. Ma'qul, xo'sh. Hay do'stlar, yaxshimisizlar? Naqsunimga xush keldinglar. Biz bugungi naqsunimda bir qancha xil girim buyumlari va kaylik moy bilan tanishib chiqamiz. Eng avval tanishib chiqamiz. Voy, yaxshimi qani? Kel, o'tiring. O'tiray jinim. Uzun bo'pti ko'rishligini. Yana ikki cho'pon bilan deyishib qo'ygandiq, siz uchur qilay deb qo'ygan, mana o'z-o'zi kelibsiz. Endi kerak qilmaydigan bo'ldim. Ha? O'z-o'zi chiqib tamoqsizda? Voy, yo'q. Yigitim bilan chiqadigan bo'ldik-a? Albatta, jinim. Bu yoq mening yigitim bo'ldi. Bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi.